Yo'q, do'stlarim, biz Toshkent Termiz halqa yo'lining M30 halqa yo'lidan Muzrabot tumaniga kiradigan yo'l bo'ylab ketyapmiz. Bu yo'l Muzrabot tumaniga kirayotgan yo'lning 6 kilometr qismi o'z yo'l ko'prik klasterining Toshkent filiali tomonidan amalga oshirilgan yo'llar. Mana ko'ringizlar, mana yo'l 6 kilometrga ishlar bajarilgan, ravon yo'llar qurilgan, kapital to'liq ta'mirlangan. Yo'lning ikki tarafi ham to'lig'icha quyosh bilan yoritish sistemalar to'lig'icha o'rnatilgan. Mana piyoda yo'laklari ham qilingan. Mana ko'ringizlar, chap qo'l tarafda archazorlar, bu taraflarimizda ham ko'ringizlar, mana bu taraflarimizda ham ko'ringizlar. Nihoyatda chiroyli ravon yo'llarni o'z yo'l ko'prik klasterining Toshkent filiali rahbari Salim akamiz tomonidan nihoyatda yaxshi amalga oshiribdi. Ravon, tekis va nihoyatda chiroyli yo'llar bo'libdi. Mana archalarni ko'ringizlar. Men bu yo'llarni ketayotib O'zbekistonda yurganligimni unutib qo'ydim do'stlarim. Yo'l ikki chekalari ham chizilgan, mana ko'ringizlar. Muhofaza chiziqlari chizilgan, o'rtalar uzuk chiziqlar bilan va uzluksiz chiziqlar bilan ham to'lig'icha chizilgan. Yo'llar tekis va nihoyatda ravon yo'llar. Bu yo'llar M39 halqa yo'lidan Muzrabot tumaniga qarab boradigan yo'llar ekan. Yo'l belgilari ham qo'yilgan. Mana yo'llarni ko'ringizlar. Bu Muzrabot tumaniga qarab qishloqlar oralab ketyapmiz. Mana obod turmush qishlog'i ekan bu yoq. Yo'l belgilari ham qo'yilgan. Mana bu Tasonnot va Tasonno, mana ko'ringizlar. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumaniga ketadigan yo'l. Mana o'ng qo'l tarafimiz hammasi kechasi yoritish bilan quyosh panellari o'rnatilgan. Hamma yoritiladi. Chap qo'l taraflar ham yoritilar ekan. Mana ko'ringizlar, piyoda yo'laklari qo'yilgan. Bu peshobodlar uchun, piyoda yo'laklari uchun ham chiziqlar chizilgan. Va bu yo'llarni ko'rib, men to'g'risi bu Salim aka, sizga rahmat. Salim aka, ming rahmat. Shunday yo'llarni butun Surxondaryoga va butun respublikaga namuna ko'rsatadigan yo'l bo'libdi mana. Bu yo'lda haqiqatan ham biz ko'p joriy etamiz, tarmoqlarga qo'yamiz va boshqa yo'lchilar ham bu yo'llarni ko'rib o'rnak olsin. O'rnak nihoyatda chiroyli va ravon tekis yo'llar 2025-yil yil yakuni bilan topshirilibdi. Mana ko'ringizlar, chapda ham, o'ngda ham bu nihoyatda chiroyli yo'laklar, piyoda yo'laklari o'rnatilgan, yoritish uskunalari bilan to'liq jihozlangan. O'rta yo'llarni ko'ryapsizlar, to'lig'icha chizilgan. O'rta yo'llar, mana yo'l ajratish belgilari ham chizilgan. Eng asosiysi tekis va ravon. Haddingda ur bu. O'z yo'l ko'prikning Toshkent filiali, klasterining Toshkent filiali. Shuning uchun o'z avtoyo'l qo'mitasi raisiga, sizga shaxsan sizga ham rahmat. Mana shu yo'llarni mablag'larni ajratib, ushbu yo'llarni nazorat qilganligingiz uchun. Undan tashqari Surxondaryo avtoyo'l boshqarmasi, hudud boshqarmasi rahbari Bahodirjonga ham va boshqalarga ham bu yo'llarni bosh bo'lib biz birgalashib qilganmiz demoqda. Shuning uchun barchangizga qo'mita raisi, avtoyo'l qo'mitasi raisi rahmat sizga. Mana shu yo'llarni bu boshqa respublikaning boshqa joylarida ham namuna qilib ko'rsatish kerak. Mana shaxsan mana o'zim Muzrabot, eng chekka tumani Muzrabot tumanidagi avtoyo'lda qilingan ishlar, ulardagi balansda mavjud texnikalar, suvlar sepadigan texnikalari, betonlaydigan ekskavatorlar, buldozerlar, hammasi barcha texnikalarni ko'rib o'tdik va Surxondaryo viloyati eng chekka tumanida Muzrabot tumanida mana qilingan nihoyatda tahsinga loyiq yo'llarini mana yurayapmiz va ko'rayapmiz. Shuning uchun shaxsan avtoyo'l qo'mitasi raisiga va shu yo'l bajargan Salim akamizga rahmat demasdan tilimiz ojiz. Rahmat va ming rahmat. Shuning uchun ko'ringizlar, mana
Surxondaryo viloyati Muzrabot tumaniga boradigan 6 kilometrlik yo'l. Men Duoba qishlog'i ekan, Duoba qishlog'i. Shunday yo'llar qani edi butun respublikamizda ko'paysa, Surxondaryo viloyatimizning boshqa tumanlarida ham ko'paysin. Shuning uchun mana yo'llarimizni ko'ringizlar do'stlarim. Yo'llarimiz 6 kilometr yo'limiz ham tugayapti. Shuning uchun shaxsan barchangizga mana shu islohotlarni qilgan mablag'lar ajratib yurtboshimizga va ushbu avtomobil qo'mitasi raisi va o'z yo'l ko'prik klaster Toshkent viloyat rahbari Salim akaga va barchangizga rahmatlar aytib qolaman shaxsan o'zim nomidan. Sog' omon bo'lingizlar.